Xotin, nimaga ochgan soli? Nima? Tushunmadim. Nima deyiladi ana bu? Xalta deyiladi. Ha, ana shuni och, men muturlar soli. Yo'limga tegdi nimalar gapirding? Amsa. Ha, Bu daraxt hosilancha nima mosuling? nimaga osilik? Nima bu uyda, nima? Shunga hosiling deyman. Turnik deyaptilar. Ha, turnik bu uyda. Telpagim daraxtga ilib qolgan, shuni olaman. Bacham, Ha, aldida. tualetda nima qilmagan uy topdik. Hozir. Onangimga. Bacham, men bu terazani tualetda nima qilaman? Ha? Aytmadingizda darmaligim. Tualetda nima bo'lmasligi mumkin? Ha? Ha, bo'ldi, tushundim. Bor onang aytib, onang olib kelsin. Ha. Sen umuman tushunmaysan gapni. Hozir men bu televizor bilan kino ko'raymi tualetda, nima qilay? Ha, nimaligini aytmayapsiz-ku, nima kerak sizga? Nima? Tualetda nima bo'lmasligi mumkin? Ha, men tushundim dada. Nima ekan? Tushundim. Hozir olib kelaman. Bering. Ha, bu mas hozir. Mayli. Nima sallaman, izdivatsa qilyapsanlarmi? Aha, yo'q, bunday qilib sifatim Ha? kerak deylar. Yo'qal ko'zimga ko'rinma. Qaytib tualetga kirmayman.